Qizim. Men senga nima dedim, qo'ydan dazmol qilib qo'ygin demoqmadim. Nima kiyib ketaman hozir? Adasi kechasi bilan qizingiz mazasi bo'lmadi, bildingiz-ku, ismalab chiqdi. Kuni bilan mana vaqt ajrata olmayapman ishlarni qilishga, hozir qilib beraman. Shuni voqeroq qilganingda hozir choy ichayotgan bo'lardim. Qonni ochga zavtrak ko'p biroz tayyorlaganmisan? Adasi, menga ham oson tutmay, nima qilayman ham? Kechasi bilan bolaga qarayman, kunduzi bilan ham 3 ta bolaga qarayman, Oyjon, Adijonga qarayman, sizni xizmatingizni qilishim kerak. Shularni bog'chaga berganimda ozgina bo'lsa ham men ham ishlarga ulgurgan bo'lardim. Menga qaragan, sen o'zingning komfortingni o'ylamagan. Men bog'chaning ahvolini qaragan, mog'orlagan go'sht beryapman bitta. Yana bitta bog'chada 2 yasharli bolacha o'lib qolgan. Hech qanaqa bog'chaga bermaymiz. Hamma bog'cha unaqa emas-ku, butun dunyoni bolasi bog'chaga boradi. Bir kun o'zingiz qaraganingizda bilardingiz bolani qanaqa to'polonchiligini. Xormang qo'shnidan qirib beradi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? Abi polvon shu bog'chaga keladi-yu. 5 mahal ovqatlari bor, zo'r qarashadi, ingliz tili, rus tili ham yaxshi. Va buni boshda olib kela olmay qiynalardik. Hozir endi olib keta olmay qiynalamiz. O'zingiz nima qilyapsiz? Klient olib keldim, chiqishini kutib turibman. O'zi qanaqa yaxshimi? Rosa klientim ham maqtab keldi. Ko'p bog'chalarga ishonchim yo'qdi. Siz aldamasangiz kerak. Hop, bir kirib ko'rmagan ekansizda, bir kirib ko'rsangiz bo'ladi. Mana to'polonchi bor-ku, shanba o'tdi ham kelaman deb to'polon qiladi bor-ku. Maza qilamiz bor-ku. Ta'limga ham, tarbiyaga ham juda ahamiyat berishadi bular. Bir keling, mayli ko'rishamiz qo'shni. Yur ketdik polvon. Onasi, bu odamiding. Qarasangiz zo'r yangiligim bor. Sergelida Indigo degan bog'cha ochilgan ekan. Vashta sharoitlar zo'r. Qo'shnimiz Shokir akani ko'rib qoldim, rosa maqtadi menga. Voy, adasi, men ham xuddi shu bog'chani aytmoqchi edim sizga. O'rtog'im Zarinani bilasizku, qo'shnimiz rosa ham injiq hamma narsaga. Aynan shu bog'chaga olib boradi bolalarini, bilasizmi? Biz ham olib boraylik, yuring borib ko'ramiz. Sharoitlarini qarang, hamma yoq toza, hamma narsa bor ekan bolajonlar uchun. Bemalol bersak bo'ladi bolalarimiz. Sizga yoqadimi? Vashta zo'r ekan, menga juda ham yoqdi. Qizim, kelasizmi? Qizim, qara, basseyn bor ekan, maza qilib cho'milasan endi. Zo'r ekan adasi. Suvlari ham toza ekan, bolalarni bo'yagan mos. Chiroyli ekan-a? Sport zalini qarang, kattaligini. To'garaklarga bormasdan shu o'tkazib kelib qo'ysa ham bo'lar ekanda. Hamma sharoit bor dedim-ku. Bog'chani zo'rligini qarang, adasi, bastellargacha bor. O'zim qo'ygim kelib ketdi boru. Senga yoqdimi? Yoqdimi senga Islom? Gapirma, vashta zo'r ekan. Men son qolaman deyapti-yu buni. Ko'rdingiz, bog'cha yoqib qo'yganda o'g'limizga rostdan ham zo'r bog'cha ekan.